Atigi 20 daqiqada tayyor bo'ladigan taomni bilasizmi? Bilmaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Bugun yog'lamani eng oson uslubda atigi 20 daqiqada tayyorlaymiz. Qizib turgan tovaga saryog'ni solib eritib olamiz. Qiymani solib 1-2 daqiqa davomida qovuramiz. Keyin piyozni ham solib, uni ham 1-2 daqiqa davomida qovurib olamiz. Ketidan bitta qirg'ichdan chiqarilgan pomidor, 1 qoshiqda tomat va ziravorlarni solib, yana ozgina qovuramiz. Ziravorlar miqdorini videoni pastda yozib qoldiraman. Masalliqlar yetarlicha qovurilib olganidan keyin bitta stakanda suv quyib 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Yog'lama taomi uchun maxsus qatiqli sous tayyorlaymiz. Buning uchun bizga faqat yaxshi qatiq va maydalangan chesnok kerak bo'ladi. Ikkalasini qo'shib aralashtirib olamiz. Yog'lama uchun o'zini maxsus xamirini tayyorlasa ham bo'ladi, lekin men tayyor lavashdan foydalandim. Lavashni videoda ko'rsatilganidek qilib buklaymiz va chetlarini qiymani suvga botirib olamiz. Ustiga qiymalarimizni solib, ustma-ust hammasini taxlab chiqamiz. Barcha xamirlarimizni qiymalab ustma-ust taxlab olganimizdan keyin ustiga qizib turgan saryog'ni quyamiz va qatiqli sousimizni ham quyib olamiz. Tayyorlanishi oson bo'lishiga qaramasdan juda ham mazali bo'lgan bu taomimizni albatta bir marta bo'lsa ham oilangiz uchun tayyorlab bering.